Roblox lekin bugungi videoda biz bolalar bilan birgalikda Antarktida, juda ham sovuq bo'lgan Antarktidada tirik qolish o'yini o'ynaymiz bolalar. Qani ko'ramiz biz necha kun tirik qolayotganmiz va bo'lib biz tirik qolishimiz uchun boshimiz o'tgan juda ham ko'p missiyalarni bajarishimiz kerak bo'ladi bolalar. Короче, oson bo'lmaydi bolalar. Videomiz boshlanmasidan oldin like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar bolalar. Har bir randomda unga 5 ta obunachimni har bir videoda druziya qo'shaman bolalar. Sizlar ham druziya qo'shib bo'lsanglar, hamma kanallarga obuna bo'linglar. Короче, Telegram kanalim ham bor bolalar. Kommentariyga Telegram kanalim kirsanglar bo'ladi. Opsiyada turadi. Samuray blog deb yozsanglar Telegram kanalim chiqib keladi bolalar. 4 ta bola bo'lib Antarktidaga uchib ketamiz. Davay, Jasurbek, kel. Ketdi. Vertolyotga mindik. Endi Antarktidaga ketyapmiz. Uy, sovuq dushi bilinyapti bolalar. Sovuq Antarktidani короче, survive qilishimiz kerak. Biz albatta o'sha Antarktidada yashab qolishimiz kerak bo'ladi. Tunab qolishimiz kerak. Biz 4 ta bola bo'lib biz professionalniy tunab qolamiz, chunki har birimiz bir-birimizga yordam berib tunab qolishimiz kerak bo'ladi. Oy, boshlandi. Ey. So'z bo'ladi hozir. Let's go. Qani, qazadigan narsamiz. Oy, aytdi qazdotdi. Aytdi qaz. Davay, qazamiz. Bu yerda ochish kerak, hozir biz tunab qolishimiz uchun bu yerda polnis ochishimiz kerak, chunki hozir biz bo'ronda qolib ketishimiz mumkin. Bo'ron bo'lsa, -15 gradus sovuq ekan. Sen boshingga to'p kiyib olmaysan, men to'p kiyib olganman. Sovuq o'tgancha. Day. Sen soching to'pi bo'lib turar ekanda. Tez qazinglar, bolalar qazinglar. Jasurbek qayerda? Jasurbek. Aytdi qazinglar hamma joyini. Chaqir bu yoqqa, Jasurbek bu yoqqa qazing. Davay. Amma endi polni qazishimiz kerak. Ashi tez qazinglar. Va qazinglar. Mana bizda menga 100 kilogramlik chanqi bergan. Bu meniki ekan. Bunda men narsalarni olib yursam bo'lar ekanda. Davay, qazishimiz kerak. Davay, tez. Tez qazishlasak, tez tugatamiz hozir. Uyimizni ham qurib tugatamiz. Yaxshi, tepalarni qazamiz. Davay, Kamolbek, Jasurbek, davay. Nima? Oy, nima berdi? Oy, uxlaydi, yotoq berdi menga. Urra vallahi. Juda ham zo'r. Uyitlan, qazib, polnisni qazib olmadik-ku hali. Qazish kerak bitta, yordamlashib yuringlar. Menga ham daraxt chopib-yotdi. Tashlab ketdi-da, bu narsani kerak emas hozir menga. Nima qilyapti bu yonimda? Tashlab ketdi. Bo'ldi, va ipini uzib qo'ydim. Yuguramiz. Aytgancha daraxt olib kelaman, ha. Az. Buni olamiz. Mana. Ketdi, chanqimni olib keldi. Ket, yuguramiz. Daraxt oldim. Daraxt qayerda? Mana. Daraxt chopdi bolalar. Yaxshi. Yana bolg'alaylar. Chopinglar ana yana. Bo'linglar o'rtasidan. Bo'ldi ana. Endi bularni olishimiz kerak. Hozir buni mana qilib olar ekanmiz shekilli. Direkt bosib turib. Bosib turib, men ustiga tashlar ekanmiz. Buncha qiyin bu, Mana olamiz. To'xtanglar, mana. To'xta, ustiga qo'yib beraman. Bu yoqqa kamir. Tushib ketyapti saniki. Tushirma. To'xta. Aylanib ketyapti bu. Mana 30 kilogram bo'ldi. Mana 38 kilogram. 3 gradus. Yo'q, 3 gradus issiq qaytanga. Voy, -15 dan. Minus kamaysa issiqlashib boraveradi. Men sana taxtadan olib ket. Men buni qo'yibman, qo'lim uzunligini qaranglar. Qo'ling tezroq bo'lsa, men suv qotib qoldim, Aytdingmi, 4 gradus. Bo'ldi, ketdi, qochamiz bu yerdan. Aytdim senga, emasmi? 5 gradus bo'ldi. Ko'paytir, og'a. Taxtalarni olinglar, taxtalarni. Ko'paytir, qara. 5 gradus bo'ldi. Qoch, men qotib qolamiz. Men ko'k to'lib qolmas yana. Ko'king to'lib qolsa o'lasan hozir. Ko'k narsa yoningdagi. Oy. Endi endi uni qilish kerak. O't yoqish kerak. O't. Olib kel taxtalarni, olib kel. Taxtalarni. O't yoqing. O'tni qanday yoqamiz eng qizig'i? Mana shu narsa bor ekan. Davay, iltimos. Yondi. Uf, yondi. Qochma, chetga olib qo'y. Buzlab qolasan. Mana shu turib yondi. O'ch qoladi hozirda. Olinglar bularni hammasini. Orqangdagi narsani yo'qotsang-chi.
o'tin mana, yana 23 kilogramm o'tin bor. Da, yoqinglar buni ham. Yoqinglar. O'tinlar mana shu qo'yib qo'yiladi. Voy! Sininglar. Qorlar erib qoldi. Va endi ketdi, daraxt topish kerak, daraxt. Zonani yo'qotib qo'ymanglar. Mashq qilamiz daraxtlarni olib. Tushundinglarmi? Dayman, mana uzoqdagi, naryodagi. Mana bu yerdagini olaman. Toshkentga borsam, mana bu yerga boraman. 7 gradus sovuq bo'ldi. Xayriyat, qalin kiyib olgan buni, to'p bilan. Istishda to'ppisi bo'ldi. Mana chopamiz. Davay. Yaxshi chopdik. Yaxshi daraxt quladi. Objective skip the night, sleep to skip the night. Kechqurun o'tkazorish uchun aniq qilish kerak. Uxlash kerak chodirlarda. 70 gradusda 70. O'tinlarni aniq qilaylik. Yaxshi. Isfatroq ha. Qarab tur. Sovuqlashib ketdi, havo sovuqlashib. Tez qaytinglar, zonaga o'lib qolasiz lozim. Men aytganim o'tin. O'tin, men o'tinlarim. Bila o'lib qolmasam bo'ldi hozir. Nima qilyapti mana? O'tinlarni tashlab yuboray. O'tin tushmayapti mana uning ichiga. Tushish vobshe qiyin ekan bor, qo'yib qo'yish. Mana. Day, olaylik iltimos. O'tin hozir isinib o'lib qolamiz-da, isinmasak. O'tyapti, maqal katta o'tin. O'tin yo'q hammasini. Davay, ketdi. Yaxshi. Ket. Bu tushib qolyapti-ku, ustidan. Men o't mana shu yerda qizni olaman, короче. Voy, bilaman, ketdim bolalar. Hozir o'lib qolaman. Uxlash kerak ekan mana. Uxlab tushdi. Uxladim. Hozir ketdim. Alo, yo'q, mana shuda. Men bo'lyapman. Uch qoldi. Voy, men olib keldim men. 56 gradus sovuq. Voy! Muzlayapman. Oy, qizim. Uxla. Uxla pajasti. Qanday yotaman, uxlamayapti bu. Endi. Oy. Voy, uxlab Xudoga shukr valloh, uxlaymiz. Issiqda uxlaymiz. Buni o'tini yoqib qo'ydim. O'tirman, men aslanga turibdi o'zi. Uxlamayapti-ku bu. Uxlab turibdi. Shu uxlagani bo'ladimi? Ham uxlayaptimi? Bosh kerak, chetdagi narsani. Bosh kerak emas, yo'q. Narsani kerak. Unsafe, o'tin yo'q. Issiqda uxlash kerak, to'poylar. Kallan ishlatinglar ozgincha. Buni olib yursa bo'lmasmikan? Buni surab o'lib qolasan, behaqiqiy to'poy. Mana narslaringizni yo'qotinglar. Mana nima qilyapti ular? Mana yo'qotinglar. Chetga qo'yib kelinglar endi narsalaringni, mana uni. Yo'qot, chetga qo'yib kel mana narsangni. Olim bilan, chuniki bu. Chetga qo'yib qo'yinglar. Yana ko'kotdilar. Nima bardak bo'lib yotibdi? So'qot qoldimi, apshi? Yo'qot, sanam. Mana qo'y, o'tinlarni qo'y hammasini mana shu joyga. Qo'y, o'tinlarni qo'y. Qo'y mana shu yerga. Yo'q, hamma o'tinlar yo'q. Yo'qinglar, day. Tez. Ana bola jasur kayf qilib uxlab yotibdi bor-ku. Yordamlashinglar o'ziga. Da, endi uxlaymiz. Bu yoqqa olib kelish kerak o'tinni. O'tinni bu yoqqa olib. Ke, uxlaylar, kelinglar. Yotinglar. Güzel qarab, jilmisiz. Voy billa. Tamam, git. Ichkariga kirgizsa bo'lmaydi, men ichkariga mana narsani ko'tarib. İşlerinde yaptılar ne mi? Radio bor ekan. Yo'q, mana. Başka ne? Kır. Qani ekan-ku, ichkariga kirgiz. O'zi so'rak. YouTube'da yazmayın kır. Aha şu orta. Qaz mana shu itlarni qaz chiroyli qilib. Qazilar bo'ldi. İyi adres verdi. 5 basar. 5? Kamon. Kamon. Balık. Yer qaziydigan bu apparat. Mana balık. baliq tutadigan. Yaxshi. Yetdim ben. Mazgincha uyimdan qo'yib kattalashtirib olib uyni. Va uyni kattalashtirib olamiz azgincha. Aman bak kelemem. Bo'ldi. Bo'ldi, baxtki. Ha, şunu Da, endi ovqatlanishimiz ham kerak ekan, bolalar. Mo'yinlar men azizcha qazib olay, sal kattalashtirib olishim kerak zonamizni. Bolalar polisda qazib bo'ldim zonamizni. Yaxshi bo'ldi, zo'r bo'ldi. Endi bizda ikkita narsa bilan ham baliq tutishimiz kerak, ham yana bir nima qilishimiz kerak ekan. Yo'q, men suv qo'tyapman, vobshe sovuq ekan. Ko'l. Suv, menga bir mana. To'g'ri ekan. Daraxt chopdinglarmi? Ha ekan. 100 kilogram ekan. Yo'q, Amir polisda to'g'ri. Zo'rlaykan bo'ladi. Mayda tushpadi tamam. Hozir mana bor. Jasur ketib qolibdi o'sha yoqqa. Da
Ro'yiladi. Da, chopaydan uni. Tez chopay. Daraxt olib ketib qizinishimiz kerak. Choppa bo'ldi epladik. Endi bolalar buni tushib ketadi. Buni o'zini yuklasam bo'lmaydimi? Ha, katta bitta o'zini. Men zo'risini topdim, olib ketishga. Qara olib kelibman. Tupoy, buni to'rga bo'lib olib ketganim yo'q. Men bittasi o'zimni olib kelibman. 100 kilogramm. Men o'lib qolaman hozir. Bilaman, o'ldim. Qanaqa bo'laman? Bola hozir tirilamiz, to'xtanglar. Men qanaqa o'ldim? Yo'q, bolalar, qarorchi, bu challenjni yutqizdik. Atli 2 kunmi ichki olsadik, 6 kunmi? 2 kun tirilamiz. Bilmadim, qarorchi. Qarorchi, bolalar, o'yinda yutqizib ko'p bola bo'lib o'ynash kerak ekan. Albatta, videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Keyingi qismda albatta buni ikkinchi qismini chiqaramiz. Keyin ko'rishguncha bolalar, videoga like bosib, hamma kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.